Yana bir savol. Amerikada nimaga ko'p o'zbeklar truck driver bo'lib ishlashadi deyshibdi. Bunga javobim, hozirgi kunda o'rtacha driverlar haftasiga $2000 dan $3000 gacha daromad qilishmoqda. Oyiga 15000 dan 20000 dollargacha ham ko'tarishgan paytlari bo'libdi. Faqat uning sababi ularning dispetcherlariga va kompaniyaning statusiga bog'liq. Oddiy ishlar bilan taqqoslaganda omborlar, zavodlar, restoranlarda ishlaganiga nisbatan 3-4 barobar daromad kattaroq. Shuning uchun ham yangi kelgan o'zbeklar, ya'ni Amerikaga kelganlar kattaroq daromad topib o'zlarini oyoqqa turishlari uchun truck driverlikni tanlashadi. O'zbeklarimiz yoqadiganlardan yana bittasi esa mustaqillik va erkinlik. Trucking sohasida sizga hech kim xo'jayin bo'lmaydi. Yo'nalishni o'zingiz tanlaysiz. O'zingiz va xohlagan payt uxlab dam olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni erkinlik hissi beriladi. Agar owner operator bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz truckingiz bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni biznesingizni o'zingiz boshqarasiz degan ma'noni anglatadi. O'zbeklar uchun bu eng ishonchli va tez daromad topiladigan kasb edi. Chunki truck haydash uchun ingliz tili mukammal so'ralmas edi. Hozir esa hatto sidil prava olish uchun ham Trampning qaroridan keyin ingliz tili bilish majburiy bo'lib qoldi. Logistika sohasi haqida yana qiziqarli savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Shaxsan o'zim ekspert sifatida javob beraman.